Assalomu alaykum hurmatli baliqchilar. Bugun sizlar bilan 3 ballonli aeratorimizni yig'ilishini ko'rib chiqamiz. 3 ballonli aeratorimizning motori 220 voltda ishlaydi. Tok sarfi 1,5 kW, soatiga 3 kg kislorod beradi. 3 ballonli aeratorimizning komplektida mana shunaqa 3 ta temiri chiqadi. Bu temir mana 3 ta sharni qotirish uchun va mana shunaqa bitta parragi chiqadi. Bu parrak motorga qotiriladi. 3 ta temirimizni motorga qotirish uchun 12 ta kichkina bolt chiqadi va buni hozir qotirib sizlarga ko'rsatamiz. Va shu boltimizni mana shu yerga qotirib chiqamiz. Har bitta temir uchun 4 ta bolt qotiriladi. 3 ta temirimizni ham qotirib bo'ldik. Endi bu temirimizga o'zining 3 ta sharini qotirib chiqamiz. Buni qotirish uchun qulayroq bo'lish uchun motorimizni teskariga o'girib oldik. Endi buni qotirib chiqamiz. Buni yechib olamiz. Bu yoqda yechadigan hamma narsasi bor. Olib tashlaymiz-da. Bunaqasiga qo'yamiz. Mana 3 ta sharimizni ham qotirib bo'ldik. Endi oxirgi ishimiz bitta parragini motorga qotirsak bo'ldi. Xo'p, mana parragiga mana shunaqa 3 ta uzunroq bolti bo'ladi va mana bunaqa shaybasi bo'ladi. Parragini ham o'zi qotirib bo'ldik va 3 ballonli aeratorimiz tayyor bo'ldi.